hurmatli she'riyat muxlislari, hurmatli vatandoshlar, mana bitta she'rlarimdan bittasini sizlarga o'qib, e'tiboringizga havola qilib o'qib bermoqchiman. Bir kuni o'zbekka haykal qo'yaman. Bir kuni o'zbekka haykal qo'yaman. Non yopayotgan bo'lar o'zbek ayoli. Nigohida uning mehrin tuyaman. Yuzlari gulgundir, hayo iboli. Bir kuni o'zbekka haykal qo'yaman. Doshqozonda oshlar pishirar o'zbek. O'zbekcha palovni juda suyaman. Oshlarni ulashar yurtiga o'zbek. Bir kuni o'zbekka haykal qo'yaman. Paxta terayotgan bo'ladi o'zbek. Kuysam bir narsaga doim kuyaman. Mukammal haykalda bo'lmasin kimtek. Bir kuni o'zbekka haykal qo'yaman. Yelkasida ketmon ko'targan chog'i. Haykal poyiga she'r yozib qo'yaman. O'zbekni qo'llasin yolg'iz Allohim. 2020-yil bahor. Dilshod Said, Mirishkor tumanida.